Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ma'mur xizmati bo'yicha ustakamni oldilarga kelgandik. Mana bitish holati. Yasab chiqib, mana bitgan holati. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ustakamlar nomerlarini yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol mana o'zlari xabarlashaverasizlar, telefonlashib. Narx-navolarga ustaka aloqaga chiqishaversinmi? Bo'ldi. Mana polnitsi hammasini tagini, ramkasini aylantirib olgandi ustakamni. Uy egasiga o'sha obrazezga mana bitgan holatini qo'yib qo'ygandim. Shunaqa holatga chiqadi. Zinalarning ustidan ham polni hammasi olib chiqib oladi.